Oh. Manualistlar o'ziniki ham zo'r ochilar ekanda. Umrimda qildirib ko'rmaganman bugun. Manualchiga odamni qaranglar. Umrida bo'ynini ochtirmagan. Hoppa. Assalomu alaykum hammaga. Ko'rdinglar qirsillatganlarni akamni. Akamga ishonch bildirib, birinchi marta o'zim manualist bo'lgan taqdirimda ham bo'ynimizni berdik va qildirdik manual terapiya. Endi akalar kelishimdan maqsad Sirojdin akam akaxon bo'ladilar va juda ham ko'p yildan beri tanishmiz. Ishlarning ustalari, faqat grija temasida emas, juda ham yo'nalishlari ko'p va yangilik aynan Sirojdin akam o'zini nima yo'nalishlari borligini endi mana shu profilda doim qo'yib boradilar. Chunki men hali hech kimga e'lon qilmagan edim. Biz o'zimizni grija masalasidagi ish faoliyatimizni yakunladik. Chunki boshqa narsalarga ham qiziqishlar bor edi va u yo'nalishda o'sib ketganligi uchun biz yakunladik. Endi ijod Sirojdin akamdan bo'ladi. Bemalol o'zim bildirgan ishonchi siz ham bildirsangiz bo'ladi. Mutaxassis bo'lganlar uchun profillarni beryapman. YouTube profil, Instagram profil. Aka, shuncha yil mana 1 million obunachi bo'lib, shuncha odamning ishonchiga sazovor bo'lganmiz. Bu yo'g'iga o'sha ishonchni siz olib ketasiz degan umiddaman. Rahmat. Harakat qilamiz inshaalloh. Oilani beryapman, bilasiz sizga. Butun oilamni sizga beryapman. Sizga o'xshab olov bo'lib yonolmasak ham tutab turamiz ishlamasa. Yo'q, akam olov bo'lib yonadilar bundan buyog'iga inshaalloh. Qanaqadir hamma xizmatlari bor, qanaqadir savollar bo'lsa, nima bo'lsa bemalol endi akamga beraverasizlar. Bizani temaga o'xshagan barmoqdan osilish yo'nalishlari bo'lmasa ham, lekin o'zlarining grija temasida bizdan ko'p yo'nalishlari bor. Bizi faqat bel grijasini qilsak, bular bo'yin grijasi deysizmi? Mana burun sohasidagi muammolar, davleniya, cherepnoy davleniya, to'g'rimi? Soha ko'p. Hammasini video qilib chiqarasiz endi. Bir odamlar bilan tanishib olasiz endi hammasini. Gaymaritlar, muammo yo'q. Bemalol o'sha nomerlar turadi. Ikkita meni nomerimga telefon qilasiz. Siroj akamni adminlar javob berishadi va bemalol kelib muolaja olsanglar bo'ladi. Aka, tashriflaringizdan xursand bo'lamiz, xolos. Manual terapiya uchun alohida rahmat lekin. Joningiz sog' bo'lsin. Xayrlisi bo'lsin. Rahmat. Amin. Akamga ish xayrli bo'lsin. Bizga endi sizlar bilan xayrlashmaymiz. Akam orqali gaplashib turamiz. Bo'ldi, rahmat.